Demak, bu misol DTM 2025 da sizning oldingizdan chiqib qolishi mumkin. Yechimini oxirigacha tomosha qiling. Y teng k-2x plus k-4 funksiya o'suvchi bo'ladi. K ning qanday qiymatlarida? Demak, biz bilamiz bu chiziqli funksiya, ya'ni chiziqli funksiyamizning umumiy ko'rinishi y teng kx plus b bo'ladi va quyidagi shartlari bor, eslab qoling. K 0 dan katta bo'lsa, bu funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Biz k deganda x ning oldidagi koeffitsiyentni nazarda tutyapmiz. K 0 dan kichkina bo'lsa, bu funksiya kamayuvchi bo'ladi. Yana shu k haqida gapirilyapti. Agar k 0 ga teng bo'lsa, bu funksiyamiz o'zgarmas, ya'ni konstantaga qiymat konstanta bo'ladi. Yaxshi, endi bizda o'suvchi degani uchun biz mana bu k ni, ya'ni mana bu yerdagi sonlarga hech qanaqa aloqasi yo'q bu shartni, faqat mana bu x ning oldida turgan ifoda, ya'ni k-2 ni 0 dan katta deymiz. Bunda k 2 dan katta bo'ladi. Ya'ni bizning javobimiz 2 dan musbat cheksizlikkacha, ya'ni k ning qiymati mana shu oraliqda bo'lganda bu funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Unutmang, bu misol DTM 2025 da sizning oldingizdan chiqsa, uning javobi mana shu. Videoga like bosish, komment yozish, abituriyentlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.